Aynan shu karishok ostidan yirtib chiqqan narsa bu grija massasi mana shu. Bemorimiz Rimbayevada ikkita urinda grija и stenoz, ikkita amaliyotni bir vaqtda endoskopik usulda olib boramiz. Bemorda 3 va 4 bel umurtqasi sohasida grija massasi o'ng oyoqqa boradigan nerv tezi qo'yganligi sababli bemor kuchli og'riq bilan oyoqda uyushish, uzoq masofaga yura olmaslik bilan bizga murojaat qildi. Uzoq vaqt bemor turli xil klinikalarda konservativ lecheniya va xalq tabobati va tavizlarga murojaat qilgan, lekin hech qanday naf kuzatilmagan. Hozirda esa ikkita amaliyotni bittada o'tkazamiz. Ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan bittasi grija massasini endoskopik usulda butyroid olish bosqichiga keldi. Aynan shu karishok ostidan yirtib chiqqan narsa bu grija massasi mana shu. Forceps. Bur